Bu nomoya amallarni qo'lga berilishligi va odamlarning qaysi holatlarda bo'lishligi Qur'on oyatlarida siz bilan bizga bayon qilingan. Ana shu nomoya amalda inson zoti hayoti davomida qilgan hamma xatti-harakati, aytgan har bitta so'zlar yozilgan bo'ladi. Qur'onda shunday deyiladi. Astagfirullah va inna alaykum lahafizin kiroman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Holbuki sizlarning ustingizda barcha so'zingiz va ishingizni yodlab turuvchi farishtalar bor. Ular nomoya amalga yozg'uvchi ulug' zotlardir. Ular siz qilayotgan ishlarni bilurlar. Yelkamizda ikkita farishta bor. Bizdan sodir bo'layotgan har bitta so'z va fe'lni yozadi. O'ng tomondagi farishta savobli amallarimizni va so'zlarimizni yozsa, chap tomondagi farishta gunoh bo'lgan so'z va amallarimizni